Assalomu alaykum, kanalimizda hurmatli tomoshabinlar va kanalimizning mehmonlar. Ko'rib turganlaringdek, bugungi videomiz o'zimizning ishxonamizdan bo'ladi, xudo xolasa. So'ri sezonlar boshlanyapti, havola isishni boshladi. Endi hamma tashqarida shunaqa salqin joylarga shunaqangi so'rilarni qo'yib o'tirib ovqatlanadigan, dam oladigan paytlar keldi. Xudo xolasa bu joyda 2026-yilga yangi fasollar bor. 2025-yilda qilingan bir ikkita ham 3ta so'rimiz bor. Qolgan hammasi yangilik hisoblanadi bu joyda. High-tech fasonda, lazerli fasonda shunaqangi yangilik so'rilarimiz bor. Qulaylik tomonlari juda ham ko'p. Hammasi g'ildirakli, bo'lit gaykali bo'ladi, yig'ishtiriladi. O'zbekistonda, Qoraqalpog'istondan tashqari hamma joyiga dastavka qilib beramiz, xudo xolasa. Qolgan ma'lumotlarni video davomida berib o'tamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz o'zimiz ishlab chiqaramiz. Mana shu joyda ko'rishlar mumkin darvozalar, undan tashqari naveslar xizmatlari ham bor. Bu so'rilarimiz ham mana hammasi kraskalab tayyorlangan, zakaz qilinadigan bo'lsa, uylaringga bir kun, 2 kunda chiqarib olamiz, xudo xolasa. Ma'lumotlar berishni boshladik. Bu joyda standart so'rilarimiz asosan 2,5 ga 3, 3 ga 3,5, 2,5 ga 4, 3 ga 4 razmerdagi temir so'rilarimiz ham bor. Zakaz qiladigan bo'lsalaring, bir hafta bilan 10 kunda o'rtasida chiroyli qilib tayyorlab beraveramiz. Mana shundan boshladik, aylantirib ko'rsatingda. Qaranglar bularni. Umuman bolalarni ham har tarafini o'ylab turib, oyoqlari, boshqa joylariga ziyon yetmaydigan, chiqmaydigan qani holatda qilingan. High-tech fason deyiladi, 2,5 ga 3 razmerda. Buni yig'ishtiriladi. Ishlatilgan materiallari, stoykalarimiz 80 ga 80 ikkiligidan, mana bu profillarimiz hammasi 2 ga 3lardan qo'yilgan, tepa pastlari 6 ga 4 bo'lgan. Hammasi g'ildirak, mana 90 gradusga aylanadigan tormozli original g'ildiraklardan qo'yganmiz. Lagalarni ham bitta ko'rsatingda. Lagalar 4 talik, har bittasida bittadan oyoqlari bilan qilingan. Bu holati beskraska varianti turibdi. Sababi buni xohlagan ranglarga kraska qilgizsalang bo'ladi. Sizlar talablaringdan kelib chiqib kraskalab beraveramiz. Taxtalari ham hali tayyor emas. Mana shunday bir-biriga kiradigan shpongal taxtalardan foydalanganmiz. Bularni ham chiroyli qilib endi zamaskalarni qilib ustidan laklab beraveramiz. Narxi mana shu holati vodiy bo'yicha dastavkasi bilan mana shunday ko'rinishda high-tech stilda bo'ladigan bo'lsa 5,700,000 so'm chiqadi. Ozgina xayrni qilib beramiz. Vodiy bo'yicha dastavkasi mutlaqo bepul. Undan tashqari joylarga narxlariga qo'shilib qoladi. Tayyor so'rilarimizni vodiy bo'yicha bemalol uylaringga borgandan keyin pulini bersalaring bo'laveradi. Zaklat bersalaring 500,000, 1 million zaklatini berasizlar, qolganini uyda berib yuborsalaring bo'laveradi. Endi bunisi ozgina qimmatroq varianti, yangilik xudo xolasa. Mana bu joylarda gullari bo'ladi, xudo xolasa buni. Holizchilar uchun shu holatda, bo'lmasa gullarni qo'yib bersak ham bo'laveradi. 2,5 ga 3 razmerda. Bu ham original g'ildiraklar 90 gradusga aylanadi. Har bittasida tormozda, stoykalarimiz 100 ga 100. Stenkasi 1.7 lik, oldi ko'rinishlari 14 lik bo'lgan, baquvvat holatda bo'ladi. Qolgan joylari lazer gullardan foydalanib qilib berganmiz. Lazer listlarimiz ham 1.7 lik, 1.8 lik, 2 lik listlardan foydalanamiz. Har bitta burchaklari mana sizlarga ko'rsatib qo'yamiz. Bemalol yuvsalar ham bo'ladi. Hech qanaqa suv kirib ketadigan joy bo'lmaydi. Orqasi ham, oldi ham zamaskalanadi, xudo xolasa. Xo'p, bunisining narxi vodiy bo'yicha dastavkalari bilan 5,5 million so'm chiqadi. Bu narxi oxirgi narxi aytilyapti. Mana shunaqa g'ildiraklari yig'ishtiriladigan, mana bunga o'xshab stoykalari 100 ga 100. Mana shunday ko'radigan bo'lsa 5,5 million vodiy bo'yicha dastavkasi bilan. Oxirgi narxi. Yonidagisi ham xuddi shunaqa. Yarim lazerli variantda, yangilik bu ham 2026. Bu ham shunaqa yangilik. O'tgan yili bu qilinmagan. O'zbekistonda boshqa joyda bu gullardan hali qilishgani yo'q. Xudo xolasa bizda yangilik. Bularda ham o'sha lagalar 4 talik, har bittasida oyog'i bor. Oldi ko'rinishlari o'sha 14 lik, polni full variantda bo'ladi. Stoykalarimiz 100 ga 100. Polni baquvvat. Bu ham 5,5 million vodiy bo'yicha dastavkasi ichida. Undan tashqari joylarga dastavka pulni o'zlaring berasizlar. Shuni e'tiborga olib qo'yasizlar. Endi yonidagisi polni lazerli variantda deyiladi. Общий lazerli bo'lgan, ozgina shohona sifat chiqqan, bularcha qimmatroq. Bular ham o'sha lagalar har bittasi oyog'i bor, yig'ishtiriladi, bo'lit gaykali, rossiyskiy sasna taxtalari bilan original variantda. Bularning narxi 6,300,000 so'm vodiy bo'yicha dastavkasi ichida. Endi yonidagisi 3 ga 3,5 razmerdagi high-tech fasondagi temir so'rimiz. Bu ham juda xaridori ko'p temir so'rimiz. O'tgan yili bu so'rimizdan rosa sotganmiz. Mana taxtalar mana shunday holatda laklangan bo'ladi. E'tibor berib qo'yasizlar. Chiroyli
xohlovchilar uchun gulli ham qilib beraveramiz. Gullisi bilan pashti narxlari ozgina farq qiladi xolos. Bu ham oldi ko'rinishlari 14 lik, stoykalarimiz 100 ga 100 o'sha baquvvatidan, g'ildiraklari originalidan. Narxi 3 ga 3,5 razmeri 6,5 million so'm vodiy bo'yicha dastavkasi ichida. Mana bu joyda 210 ga 270 razmerlarimiz bor. G'ildiraklari bilan 3 million 700 ming so'm vodiy bo'yicha dastavkasi bilan. Menga kattarog'i kerak deganlarga ko'pchilik bo'lib yashaydigan xonadonlar uchun 3 metrga 4 metrlik temir so'rimiz. Lagalari 5 talik bo'ladi. Oldi ko'rinishda bunaqangi lazer gullari bilan bo'ladi. 24-25 chiqadi. Polni full materiallardan qilganmiz. Stoykalari ham 100 ga 100. Bu lazer listlari ham o'sha 1.7 lik listdan foydalangan, tepasida dugalari bilan, original g'ildiraklari bilan narxi vodiy bo'yicha dastavkasi bilan 8 million 300 ming so'm. Undan tashqari joylarga narxlarni qo'shilib qoladi yo'l kirasiga. Bularda qimmatligining sababi bor. Mana bu ishlatilgan materiallarimiz polni qalin materiallardan ishlatilgan. Xuddi shu razmerda 5 millionga tayyorlasa ham bo'ladi, 6 millionga tayyorlasa ham bo'ladi. Materiallari ozgina yupqa bo'lib qoladi, ko'rinishi shu holatda chiqaveradi. Yonidagisi bu ham xuddi shunaqa 3 metrga 4 metrli razmerda, oldi yopiq variantidan. Yangilik bu ham 2026 fasonimiz. Yangilik xudo xolasa juda chiroyli chiqqan. Shokolad rangda qilib berganmiz. Lagalari 5 talik. Listlarimizni qaranglar, gullariga baho berasizlar xudo xolasa. Qo'lni suv kirmaydigan qilib hamma joyiga germetiklargacha totganmiz. Bu ham o'sha 100 ga 100 profillardan qilingan. Tepalari 6 ga 4, dugalari bor. Narxi buniki 8,5 million so'm. Oldi yopiq bo'lganligi uchun mana shunday holatda 8,5 million so'm. Vodiy bo'yicha dastavkasi bilan 3 metrga 4 metr. Xudo xolasa 20 ta odam sig'averadi bemalol. 2,5 ga 4 metrli yangilik. Stoykalari boshqacha holatda qilingan, ko'rishlaring mumkin. Bular hammasi yig'iladi. Oldi ko'rinishi ham buniki 16 bo'lgan. Lagalari 5 talik. Lazer listlari bilan chiroyli holatda. Narxi 8 million so'm, 2,5 ga 4 bunisi. 2,5 ga 4. O'rtada taxon taxtalar qo'yib, bemalol 15 kishi xotirjam o'tiradigan holatda. Bular hammasi bo'litga ekali yig'ishtiriladi. G'ildiraklari o'sha original variantidan bo'ladi. Xo'p, manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani. Qo'qon Bag'dod yo'lida joylashgan. Bu taraf Qo'qondan kelish, bu taraf Bag'dodga ketish. Qo'qondan kelganlaringda yo'lning o'ng tarafida keladi. Tepaga o'sha Ixlos Gata deb katta qilib yozilgan nomerimiz pastda turibdi. Undan tashqari bu joyda yana high-tech fasondagi temir so'rlarimiz bor. Kraska sepilganlar ko'rsatib qo'yaylik. Darvoza kerak bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib beraveramiz. Ashlar ko'rsatim olib. Uyda chiroyli qilib travetning qilib qo'yib, o'shanga mosin olmoqchi bo'lganlarga har kuni aytaveraman deganlarga mana bunga o'xshagan qaymoq ranglari ham bor, faqatcha yomon bo'lib qo'lda izi chiqishi ancha ko'ngilni xira qiladi. Har kuni aytib tozalab turish kerak. Mana shunday tayyor holatda bu ham xaridori chiqsa sotamiz 5,5 million so'm, 2,5 ga 3 razmerda. Narigisini ham ko'rsatib qo'ying-da. Narigisi ham xuddi shu gullari bir xil, faqat rangi ozgina boshqacha. Bularning ham narxi shunaqa. 5,5 million so'm, 2,5 ga 3 razmeri. G'ildiraklar qo'yib beramiz. G'ildiraksiz turibdi. G'ildirak bo'lmaydigan bo'lsa 5 million 300 ming so'm bo'ladi. Undan tashqari bu joyda boshqa stillari ham bor. Katalogini tashlab beramiz. Aloqaga chiqsalang bo'laveradi. Naveslari, xizmatlari ham bor. Nomerimiz 91lik 284 0094 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Lokatsiyalarni tashlab beramiz. Kelib ko'zlaring bilan ko'rib tanlab ketsalang bo'laveradi. Salomat bo'lasizlar.